Men Real Madrid muxlislariga juda ham qoyil qolyapman. Videoni oxirigacha ko'ring va nimaga bunaqa deyotganimni sababini hozir bilib olasizlar. Undan oldin kanalimga bitta podpis qo'ying, chunki biz Kraminda bo'lishimiz kerak. Bilasizlar, bugun PSG hamda Barselona uchrashuvi bor, Monjukda bor. Men shunga anons qildim. Anons videoyimda Barselona haqida gapirdim. Bugun yutamiz dedim va juda ham ko'pchilik Realda muxlislari meni fikrim bo'yicha PSJda muxlisi bo'lib oladi yoki bizga hozir menga negativlar yozib tashlasa kerak deb o'ylasam, yo'q. Realda muxlislari nabarotiga meni poddesha qilishdi va Barselonani yutishni xohlaymiz. Men Realda muxlisi bo'lsam ham Barselonani PSG ustidan g'alabasini xohlaymiz deyapti. Bu shunchaki nima deydi, har doim kuzatiladigan holat emas. Chunki Barselona va Realda muxlislari har doim urushib kelishgan. Yoki meni auditoriyam shunaqami yoki boshqalarning fikri o'zgarganmi? Bilmadim, lekin hozirda Realda muxlislari Barselonaga poddesha qilishyapti. Men shunchaki qoyil qoldim va bugundan e'tiboran men umuman Real Madrid klubini hate qilmayman deb o'zimga va'da berdim. Addushi yurakdasizlar, realchilarsizlar, negativ yozsanglar ham, negativ yozmasanglar ham, Addushi men sizlarni hurmat qilaman. Hammalar joninglar sog' bo'lsin.